xolodilniklari hali ko'p, lekin biz ishonib, o'zim tavsiya qilib, oshna og'ayni, tanish-bilishlarga sotadigan brend hisoblanadi bu. Hop, Hisense brendidan bo'yi 2 metr, eniga 60 sm, A+ kategoriyasida ishlaydi. Inverter kompressor 292 kW yiliga to'q rasxod qiladi, 238 litr. Xolodilnik 86 litr morosilnik bo'ladi, 39 desibel ovoz balandligi. Inverter kompressor tashqi tablodan tepani ham pastni ham отдельный ligrovka qilsangiz bo'laveradi. Hop, detskiy blackrovka qilsangiz ham bo'laveradi xolodilnikimizni. Ichini ko'ramiz. Ichlari ham shunaqa katta, uzun holatda qilingan bo'ladi. Общий 1, 2, 3, 4 ta polka, 2 ta nolovoy zona, bitta vinni polkasi bo'ladi suvlar qo'yish uchun. 2 ta nolovoy zonada bemalol svejiy holat ushlab turadigan mahsulotingizni saqlasangiz bo'laveradi. 4 ta общий bu yog'ida polkasi bor. Morosilka qismini tanishtirib o'tib ketamiz. Morosilkamiz hop 3 ta polkadan iborat bo'ladi. Ikkita kichikroq, bitta o'rtada katta polkasi bo'ladi. Uzoq muddatga bemalol bu yerda meva-cheva va go'sht mahsulotlarini saqlasanglar bo'laveradi. Hop, bu modelimizni rangi ko'rsanglar bo'laveradi. Metal svetda qilingan bo'ladi. Va bunimizning narxi hozirgi kunda 5 450 ming so'mga chiqyapti.